Assalomu alaykum hammaga. Chirchiq shahri markazidan kommersiy pomeshchini qidirib yurganlar uchun zo'r taklif o'rtali. Lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsa, mana bu Korzinka pedinstitut, bu yoqdan o'sha Korzinkaga chiqib ketiladigan yo'l, pastdan tushib ketsak, Toshkent Chirchiq trassasiga tushib ketamiz. O'rtali Navbahor Mufiy Qipchoq ko'chasi. Ko'rib turganingizdek, mana bu birinchi etajimizda birinchi podyezdimizda hozir 500 kvadrat bor va nariga qurilayotganda yana 250 kvadrat bor. Jami 750 kvadrat Любой kommersiy sohaga tushib ketadi. Bank, dislam, restoran, Korzinka, kafe, любой klinikaga ham berib yuborsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, hozir ichkariga o'tib yana batafsil ma'lumotni beraman. Narxlarini esa oxirida aytib o'tamiz. Boya aytib o'tgandek, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan o'rtoqlar. Hamma narsa peshiy dostupnostda. Maktab, bog'cha, klinika, pedinstitut, radio majmualar, hammasiga 2 minut, 3 minutlik yo'l. Mana bu ko'rib turgan joylarda avtoturargohlari bo'ladi. 20 tadan 30 tagacha mashina sig'diradi, xudo xolasa. Pomeshcheniyalarimiz o'zi 6 ta qismga bo'lingan. 50 kvadratdan 100 kvadratgacha bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Yoki-da alohida bitta umumiy 500 kvadratli pomeshcheniyani ham berib yuborsanglar bo'ladi. Bundan keyingi podyezdimizda ya'ni 250 kvadrat, jami 750 kvadratli pomeshcheniyalarimiz bor. Xo'p, kadastrlari aprel oyidan may oyigacha xudo xolasa rejalashtirilgan, уже birinchi qo'l nomiylarga chiqadi. Endi o'rtoqlar, startoviy kvadrat metrining narxi 9 million so'mdan boshlanyapti. Kelib savdosini qilsanglar, yana kelishadigan joylari bor. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'linglar.